Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana azizlarim, sizlar uchun 2 qavatli binoning 1-qavatidan 3 xonali kvartira topib qo'ydik. Narxini aytib o'tamiz. 29900 so'rashyapti. Arenterga keladigan bo'lsak, shundoqqina Lent to'yxonasini yonidagi kvartira. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Ko'rib turibsiz, prixoshkalari katta, keng, chiroyli holatda. Shundoqqina kirganimizda chap qo'limizda tualet va vanna qismlari bitta joylashgan. Aristonlar chiroyli holatda ilib qo'yilgan. Issiq suvlardan umuman muammosi yo'q ekan. Undan o'tganimizda birinchi o'ng qo'limizdagi xona, ya'ni detskiy xonamiz. Remontlari o'rtacha holatda kirib yashasa bo'ladigan. Undan o'tganimizda ikkinchi xonamizga o'tamiz. Ikkinchi xonamiz zal qismi. Zalimizni lekin remontlarini chiroyli holatda yaxshi ta'mirlab, tepalarga natijnoylarni yopishtirib qo'ygan. Undan o'tganimizda uchinchi xona, zaldan o'tiladi. Uchinchi xonamiz yotoqxona. Mana ko'rib turibsiz, bu remontlari ozgina ta'mir talab, o'zingiz didingizga moslab chiroyli holatda remontlar qilib olsangiz bo'ladi. Undan o'tganimizda bu yoq tarafda oshxona qismi. Oshxonamiz ko'rib turibsiz, kichkina, ixcham, chiroyli holatda qilib qo'yilgan, gazlardan umuman muammo yo'q. Undan o'tganimizda bu yoqda balkon qismi. Balkonimiz katta, 6 ga 2, chiroyli holatda ta'mirlab qo'yilgan. Bu yoqda tapchanlarni qo'yib qo'yilgan. Mana ko'rib turibsiz, televizorlarni ham ilib qo'yilgan. Bemalol tapchanda o'tirib, maza qilib, choylarni ichib televizor ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek, bitta katta oila kelib, maza qilib yashaydigan holatda. Bu uyimiz dokumentlari hammasi joyda, notariusga tayyor. Bu uyimizga egalari 29900 etib belgilashdi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Angrendan 3 xonali arzon kvartira qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.